Kichik tadbirkorlar uchun soliqqa oid qonunlarni tushunish har doim ham oson emas. Shu sababli soliqchilar ularning oldiga o'zlari borib, qanday tizimdan foydalanish qulayroq ekanini tushuntirib berishadi. Bizning mahallamizga ham soliq xodimi biriktirilgani juda ham yaxshi ayni muddao bo'ldi. Umuman olganda savdo qoidalariga tushunmaganimizni mana shu soliq inspeksiyasi xodimidan so'raymiz. U kishi bizga tushunmagan narsalarimizni o'rgatadilar, tushunchalar beradi. Soliq tizimidagi o'zgarishlar, yangiliklardan bizni xabardor qiladi. Ba'zan fuqarolar o'z faoliyatini rasmiylashtirishdan cho'chishadi, ammo soliqlarning o'z vaqtida to'lanishi ularning o'z bizneslarini qonuniy olib borishiga va kelajakda imtiyozlarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Ko'chada yoki bozorlarda savdo qilayotganlar ham soliqqa tortilishi kerak. Biroq soliqchilarning vazifasi jarima solish emas, balki qonuniy yo'llarni tushuntirish, soliq qonunchiligiga amal qilish esa tadbirkorning o'ziga foyda keltiradi. 660 ta yer va mol-mulk soliq to'lovchilari mavjud. O'tgan yilgi mos davriga 130% ga o'sishga erishdik tushumlari bo'yicha. Yer va mol-mulk solig'idan undirilgan soliqlarni 10% mahalla byudjetiga o'tkazib beriladi. Ushbu pul mablag'dan mahalladagi ehtiyojmand oilalarning muammolari bo'yicha pul mablag'lari mahalla yettiligining qarori bilan tasdiqlangan holda taqsimlanadi. Mahalla faollari va soliq xodimlari hamkorlikda aholiga tushuntirish ishlarini olib boradi. Chunki soliqlar nafaqat davlat rivoji, balki o'z mahallamizning obod bo'lishi uchun ham zarur.